Dersimiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Bu haber yoki bu maqolani dastlabki leksiyaga qo'yishimiz kerak edi. Biroq buni oxiriga elib qoldik, chunki oxirida sizlar muhokama qilishga va biz muhokama qilishga fursat yoki dalil yoki faktlar kerak bo'lganligi uchun shunday o'rinlashtirdik. Endi bu xabarning mavzusi bunday hurmatli vatandoshim. New York vaqt gezdi Xitoy tilida orbitida. Amerika harbiy taraf Çavuşyanga urush etishga jiddiy tayyorlik ko'rmoqda dedi mavzuliq maqola e'lon qildi. Vaqt 1-oyning 15-kuni. Abturning bu maqolani yozgan abturlarning ism familiyasi Helen Cooper, Eric Smith, Thomas Gibbons Knapp. Ondan keyin Johnny Ismay. Mushu abturlar birlikda yozgan maqola yoki xabar ekan. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Armiya yuqoridan tuvangacha ofitser jangchilar yetib kelishni xohlamaydigan, ammo lekin yetib kelayotgan bir maydon urushga tayyorlik qilmoqda. O'tgan oyda Shimoliy Karolina shtatining Fort Bragg degan o'rinda yoki istiqomda 48 dona Apache belgilik tikuvchar aeroplan va Chinook belgilik tikuvchar transport to'shish aeroplani bir maydon harbiy mashq elib berib, amaliy o'q etish manevri o'tkazdi. Qismlarni yo'tkab ketish va qurollantirish, nishonga hujum qilish mashq elib bordi. 2 kundan keyin havoda tajovuzchilar qarshi turish harbiy mashq o'tkazib, Amerika quruqliq armiyasi 82-parashyutchilar diviziyasining 119 nafari askari qorong'ulikda niqoblanish, C-17 belgilik harbiy transport aeroplanidan parashyut bilan sakrash mashqi elib bordi. Kelar oyda butun Amerika quruqliq armiyasi turishliq joylarda 1000 nafardan ortiq zapas qism askarlari tashqari harbiy qism avatish harakatchan markazini qurib chiqish mashqi elib bordi. Undan boshqa kelar oyda Koreyada Pyongyang degan joyda qish fasllik olimpik tantarbiya musobaqasi boshlandi. 5 burjaklik bino Çavuşyan yerim oralig'i alayda qismlarni ko'paytib avatishni planladi. Bu birinchi qadam. Ba'zi amaldorlar mundaq ko'rsatdi. Eng oxirida Koreyada turishliq alayda qismlar qo'shuni shakllanyapti. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa ministri jamiyati shtab boshlig'i birlashma raisi Joseph Dunford Çavuşyanning qora niyatini tinch yo'l bilan hal qilishda kuchli tashabbus qiladigan amaldorlar. Lekin ministr jamiyati 8-oyda Çavuşyanga urush etish ofat xarakterlik bo'ladi deb ko'rsatgan. Lekin 20 nafardan ortiq vazifa o'tayotgan va 5 burjaklik binoda vazifa o'tagan sobiq harbiy amaldorlar va yuqori darajalik generallar muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Davlat Mudofaa ministri Jim Mattis ve hazır vazifa o'tayotgan generallar ve marshallar Çavuşyan yerim oralida elib beriladigan barliq harbiy harakatlarga tayyorlik qilishga buyruq tushirildi. Mashq ve manevr muhimi harbiy tarafning buning qaytirgan inkosi bo'lib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning so'zi iboralardan harbiy tarafning yuqori darajalik generallari va marshallari shuning qat'iy ishondiki, odatdagi askarlar ham shuningga qattiq ishondiki, ular jiddiy taqobil turish planiga tayyorlik qilishni tezlatishi kerak bo'ldi. O'tgan yil 9-oyda Prezident Trump Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umum yig'inida nutq so'zlaganda Prezident Trump qasam qilib,
Agar Çavuşan Amerikaga tahdid soladigan yerga yetib keladi ekan, Çavuşanni uzil-kesil tarmar qilamiz degan va masxara qilib, Çavuşanning davlat boshlig'i Kim Jong Unni raketa odam deb ko'rsatgan. Çavuşan bilan Koreya munosabatini 50 kishi sinab boqqandan keyin prezident Trumpmi biroz yumshagan edi. Davomini anglaysizlar, vatandosh.